Hurmatli do'stlar, bugun Javlon akamiz tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD degan katta bir unvonda oqlabdilar. Biroz tabriklab qo'yamiz. Qani ketdik o'zi. Assalomu alaykum. Salomsiz, charchamayapsizmi? Salomat ahvolingiz qanday? Tuzimsiz? Javlon aka, eshitishimizga qaraganda tibbiyot fanlari bo'yicha katta unvon olibsiz. Tabriklab qolamiz. Rahmat. Mana shu sertifikatlarning qatoriga bitta joy topilibdi, xudo xolasa aka. Xudo xolasa. U uncha balandroqda bo'ladi u. Oson bo'lmadi. Gap yo'q aka. Teparoqda turadi, xudo xolasa. Yashang, baraka toping. Undan ham katta yutuqlarga erishing, xudo xolasa. Ko'rsak bo'ladimi diplomingizni? Qanaqa mashaqqatlar bo'ldi shu bo'yicha qisqacha bir lor bo'yicha juda ham ko'p shogirdlar chiqargansiz. Barcha shogirdlaringizga nasib qilsa bunaqa darajalarda olish. Shaxsan o'zim ham xursand bo'ldim. PhD deymiz. Menimcha oson bo'lsa kerak PhD diplomdan olish. Sizga nasib qilsin. O'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi falsafa doktori PhD. Ancha qiyin bo'ldi-ku. Bitta o'qiymiz endi. O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi Toshkent davlat san'at universiteti Nazarov Javlonbek Ilyosovich tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori. Bunga imtihon bo'ladimi Javlon aka bu? 6 yil davomida imtihon topshirdik bunga. 6 topshiramiz narsaga. Yo'q, hamma har xil. Bizda 6 yil vaqtimiz, umrimiz, sa'y-harakatimiz ketdi. Endi qaysidir magistraturadan keyin keladimi bu daraja qanaqa bo'ladi bu? Magistrdan keyin. Umuman vrachlar ilmiy unvon olish uchun alohida harakat qiladi, alohida shug'ullanish kerak bo'ladi. Ilmiy yangilik qilsangiz, qaysidir soha yo'nalishi bo'yicha bizda aynan lor sohasi bo'yicha qilingan yangiligimiz. O'sha uchun ham siri bo'lmasa qanaqa lor sohasiga bir yangilik kiritdingiz aka? Bizdan bir qisqacha ma'lumot olsak. Bizdagi mavzuyimiz o'sha allergik rinitlardan bo'lgan. Hozirda borgan sari rivojlanib borgan sari allergik rinitlar, umuman allergik kasalliklar rivojlanib, kuchayib, ko'payib bormoqda. O'sha uchun ham bu dolzarb mavzuligi uchun shu mavzuni tanlaganmiz va shu kasallik bo'yicha ilmiy yangilik qildik. Gap yo'q aka, xudo xolasa kelgusi ishlaringizga ham omad muvaffaqiyat tilaymiz. Kichik bir jamoa sifatida omad muvaffaqiyat tilaymiz aka. Bundan ham katta cho'qqilarga lor sohasi bo'yicha nafaqat Farg'ona vodiy bo'yicha, balki O'zbekiston bo'yicha katta darajalarga erishing. Rahmat. O'zbekistondagi barcha bemorlarimizga quloq, tomoq, burun sohasi bo'yicha qo'li yengil doktorsiz o'zi ko'p shuncha bemoringiz Javlonbek yaxshi emas ekan, qiynadi bizni yoki misol uchun noto'g'ri tashxis qo'ydi degan gap hali eshitganim yo'q. Shu misol reklama qilib videodan oladigan bo'lsa ham zo'r aka. Bundan ham yaxshi xizmatlarni qilib katta natijaga erishing aka. Tabriklayman. Shuni so'raymiz. Xudo xolasa. Gap yo'q aka. Rahmat e'tibor uchun. Salomat bo'ling aka. Rahmat.